Nechta bular? Muncha ko'p. Oy, obunachilar bo'ldi. Men endi ham bu o'yinda o'ynamayman, serios. Vashcha o'ynamayman bu o'yinda. Bo'ldi. Tugadi hammasi. Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlar meni kanalimdasizlar. Obunachilar, biz sizlar bilan Minecraft o'ynaganimizga ancha bo'libdi. Ya'ni biz sizlar bilan Minecraft horror o'ynaymiz. Ya'ni biz qanaqadir qo'rqinchli shaharga uchib qolamiz, la'natlangan shaharga. Va biz yerda har xil maxluqlar orasida bo'lamiz. Yerda har xil maxluqlar bo'ladi. Xullas, biz u maxluqlardan qochishimiz kerak. Albatta kunimiz bitganga o'xshaydi-yo. Albatta video qo'rqinchli va qiziq bo'lishiga va'da beraman. Albatta video boshlanishidan oldin like, obuna bosishni esdan chiqarmanglar, chunki biz tezroq 10 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Obunachilar, nimaga hozir men boshim chayqalyapti? Hozir bitta savol. Nimaga boshim chayqalyapti? Bu Serenagaloviymi? Bo'ldi, o'tib ketdi. Qani o'yinidan mo'ralab ko'ramiz. Bitta nimalar bor? Obbo, qo'rqinchli joy o'xshayapti. U ana nima u? U ana ko'ryapsizlarmi? U ana. Bu yana boshim chayqalyapti. Bo'ldi, o'tib ketdi. Pastlarda to'g'rilar, obzor ko'ramiz betlarni. Obbo, shu ham Serenagaloviy ham asabni buzib yubordi hali shunaqa qilib. Ana pastdagi maxluq qana maxluq bo'ldi endi. Mana uni qaranglar. U meni oldimga kelyapti, hammasi to'planyapti. Bularga qaranglar, muncha ko'p bular. Bitta Minecraftga bitta horror, bitta nima yetadi? Bitta maxluq. Ana uni qaranglar. U ana yonma-yoni maxluq nima endi? Serenagaloviy ham keldi. Obbo, men bu endi o'ynayib kelyapti lekin. Hammasi meni oldimga kelyapti. Qana joylarga tushib qoldim o'zim ham bilmayman. Hali ham boshim chayqalyapti. Normalniy vaziyatga chiqamayapman. Serenagaloviy ham ushlab olgan meni. Kattaligimni biri faqat sirenasini cholyotibdi. Bo'ldi, men bu yerda qochishdan boshqa variantim qolmadi. Yugurdik. Arqadan qo'lamasdan yugurolmayapman ham tashqariga. Obunachilar boshim chayqalayotganidan. Bo'ldi, men nihoyat o'zimga keldim, qochdik. Obbo, kelyapti. Chupaka. Qochdik. Sakradi. Hop. Unchau. Hali ham kelyapti marqandan sakradi. Obbo, yana Serenagaloviy o'zini sirenasini cholish bilan ovora. Biz bo'lsa tezroq qochishimiz kerak. Sakradi. Nima bu endi? Hozir qana jonib ketdi hozir. Hamma yoqdan jimjit hozircha. Hop. Yana nima? Kim menga bunday narsalar qilyapti? Iloji boricha tezroq betlardan chiqish yo'lini topish kerak. Obbo. Qitlarga olib boshimni olib ketayotgan obunachilar. Hamma yoqda zabroshni joylar, tur bosgan. Mana bundaqa joyga qochib qo'ya qolamiz. O'zim bilmayman qayerga kirgan obunachilar. Liboy zdaniyaga kirib oldim. Arqamdan quvlab turadi lekin chuvachok. Hozir chiqadi mana yerdan. Hozir chiqadi. Yo, men bu o'yinda o'ynamayman. Yo, bo'ldi, men o'ynamayman bu o'yinda. Yo'q, hozircha yo'q, lekin hozir javob chiqadi. Uxlab ham bo'lmas ekan. Qana ovoz bu? Ovozini o'zi qo'rqityapti meni. Sandiqlarda nimalar bor ekan? Unislar qachon? Nimadir sandiq teskari qo'yilgan ekan lekin. Ладно. Если что, buni uraman. Ani turni olib tashlaymiz, obunachilar. Muncha bu endi oddiy turni shunchalik darajada olib tashlash qiyin. Rostdan ham la'natlangan joyga tushib qoldim, obunachilar. Bo'ldi. Kutri, sapshipna, kutturutgan. O'l blokni qo'yamiz-da. Mana yerda ham yopamiz hozir, navoda chiqib qolsa. Bu yerdan chiqolmaydi-da, logichmi? O'zini shu tarafdan nima qilgan? Sakrab chiqarmasa kerak, to'g'rimi? To'g'ri.
Правильно. Bo'ldi. Problema yo'q. Mo'ralab ko'ramiz. Uramiz ham hozir. Ana tushib ketdi. Bo'ldi, endi ham tushib ketdi. Endi ham chiqa olmaydi. Men yo'q. Palakat. Yana urdim. Lekin obunachilar o muzikasi yomon qo'rqityapti lekin. Ay. Qanu. Yo, qanday oldin bo'ldi? Bo'ldi, o'ldim. Yana boshqatdan tirildim. Qanaqadir tomda yana. Yo'q, obunachilar. Tepada tirildim. Qarab ko'ramiz, obzor qilamiz bu yerda nimalar bor ekan. Pastni qaranglar, obunachilar, pastda qancha mahluqlar to'planyapti. Hammasi meni ish uchun. Muncha ko'p bular. Hozircha bittani o'zidan ham yaxshiga tuyulyapti. U ana o'zlari nima ekan obunachilar qiziqyapman, lekin borishga erinayapman lekin o'sha yergacha. Borishga yo'l ham qo'ymaydi anu palakatlar. Mahluqlar hammasi. Endi bu yerdan qanaqa qilib tushib olishni o'ylash kerak. O'sha yerdan qiziqishga sakrab ko'ramanmi? O'lamanmi-ki, o'lmasmikanman? Qiziqishga sakrab ko'rish kerak lekin. Bitta sakrab. Oy, yarim jonim ketdi obunachilar bo'ldi. Endi ham qochdim. Arqamdan quvlaydi. Endi ham. Bo'ldi, obunachilar bo'ldi. Men surdim bu yerdan. Anita ham kelyapti. Mana. Bo'ldi, qoch. Jonim kam qoldi. Bitta qoldi jonim. Bitta qoldi. Qoch. Kelyapti. Yarimta jonim qoldi. Jonimga qaranglar obunachilar. Jonimga qaranglar sizlar. Uy, tezlash kerak. Tezroq tezlash kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Kelyaptimi? Qo'layapti. Bo'ldi, mencha shahardan chiqib ketdim shekilli, butunlay boshqa joyga ketib yordim. Bo'ldi, endi arqamdan qo'ylamanglar. Anu nima o'yinda, anu chuvachok. Voydi. Bo'ldi, endi ham bunaqasiga qochamiz. Bo'ldi, endi hech qaysi yeta olmaydi. Bir dona jonim qoldi xolos. Bitta narsasi Obbo, yana ro'paradan kelyapti. Muncha ko'p bular obunachilar. U ana qanaqadir zdaniyalarni topdim. O'sha tarafga yuguramiz, davay. O'sha tarafda balki yashinadigan joy bordir, mana yerda qanaqadir dinozavr o'xshagan narsa chiqyapti. Bundan ham qochamiz, bu ham yetisha olmaydi. Wow, obunachilar. Mana ko'p narsa nima ekan? Mayli, hozir jitillar ham zombimi nima balo? Muncha hamma yo'q, muncha ko'p bular. Lekin bunaqangi horror Minecraftni birinchi marta o'ynayapman albatta. O'ynaganman horrorlar, lekin har bitta Minecraftda bittadan mahluq bular. Bu yerda qaranglar, trillionta mahluq ham kam bu yerda. Qaqa yurmang. Voy, bo'ldi, o'ldim. Qaqa yurmang, baribir chiqaveradi. Mana yana shu tomda tug'ildim endi. Tushib olishni o'ylash kerak endi. Oy, 3 ta jonim ketdi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hozir bu yerda ovqatlanaman desangiz ham ovqatlanishga vaqtingiz yo'q-da. Obunachilar hozir hammasi keladi mana. Men tushdimmi, hozir hammasi qo'lab keladi arqamdan. Ko'rasizlar hammasi. Sirenagaloviy. Yana boshim chayqalyapti. Voy, palakat, sen ko'rmay qopman-da men ham. Qochish kerak. Tezroq. Zombilar, voy. Bo'ldi, endi mana shu yerdan voy, obunachilar. Chiqib bo'lmayapti. Endi mana blokni sindirish kerak majburan. Tezlash, danunanji skelet arqamdan kamonini otyapti. Ay. Bo'ldi. Endi ham qochdim. Tutolmaysan karkar hech qaysi. Obbo, shu skelet qanday qilib qo'yilar ekan? Voy. O'lishimga yana o'ldim, danunafik. Yana o'sha tomda tug'ildim. Ko'rasizlarmi? Yana o'sha tomda tug'ildim. Yana tushib olishdi. Boshqa joy yo'qmi? Tug'iladigan boshqa joy, tug'iltiradigan, ya'ni tug'iladigan o'g'illar o'sha tushundilaring. Pasimdagina qaranglar, obunachilar. Obbo, qatlarga tushib qoldimmi? Umanitadan kelyapti, hammasi to'planib, ana zombilar ham kelyapti. Mana bitta mahluqlar meni o'ldirmoqchi. Afigit.
Bitta normalniy narsa qilib bo'lmas ekan. Agar bu kartasini topsalar ham obunachilar, sizlar bitta faqat quvlashmachoq o'ynaysizlar xolos, boshqa umuman narsa qilaolmaysizlar. Sen nima qarab turibsan o'zingga? Bitta o'rin ko'rdilarim albatta. Edit uchun zo'r narsa. Agar edit qiluvchilar bo'lsa, aralaringda menga edit qilsalaring bo'lar, lekin shu zombini urgan joyimga korоче 2 dona jonim qoldi men. Endi boshim oqqan tomonga yana qochaman. Xullas, tushundilaring obunachilar, boshim oqqan tomonga qochdim. Bir dona jonim qoldi. Har doimgidek. Vay, balandda sakrab o'rdim, o'ldim. Unda men hech nima qila olmaydigan bo'lsam, shu yerdan bloklarni olaman-da, shu yerdan uy quraman, ko'rasizlar. Va yashirinib, o'zimni qornimni to'yg'izib, xullas mazza qilib yashayman. Bu yerda ertami kechmi farqi yo'q ekan. Obunachilar, monsterlar hamisha atrofingizda bo'lar ekan. Tomdan tusha olmaysa ekan o'zi, ishonasizlarmi? Uyingiz ichigacha kirar ekan ular. O'shaning uchun tomda turibman men. Tomda tursa, ichi tomga chiqa olmas ekan, lekin pasingizda turar ekan rasa. Mana bloklarni teryapmiz hozircha, bitta. Afig'et, vashcha qo'rqinchli bo'layapti, lekin serios. Obunachilar, shu joyda like bilan, obuna bilan qo'llashlar eslardan chiqib qolmasin. Biz tezroq 10 ming ta obunachi bo'lishimiz kerak. Maqsadimizga erishishimizga o'zlaring yordam berasizlar. Albatta qo'rqinchli. Tushunaman. Rasa qiyin. Hamma yo'g'ingizda mahluq, nima qilishingizni bilmaysiz. Faqat quvlashmachoq o'ynaysiz. Bu betda bir 200-300 bordir mahluqlar. Qayerga bormaylar, baribir chiqyapti. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Dashi jitillar ham, Minecraft jitillari ham hattoki shunaqa. Anita nima? Ismi nima edi? Bu portlarda aytgancha, Creepermi nima edi ismi? O'sha korоче. Anita zombi. Urdimda bo'ldi. Qochamiz endi obunachilar bo'ldi. Prosta bo'ldi. Endi ham yetolmaysizlar. Qumlarga Manetlarga uy quramiz desam, yo'ma-yo. Blokim ham nedostatochni ekan. Bo'ldi, sindirishga vaqtim yo'q. O'nita skelet. Anu nima obunachilar? Mayli, nima bo'lgan taqdirdan bo'ldi, suvni ichiga. Bo'ldi, men suvni ichiga. Afig'et. Qochdim, bo'ldi, men uzoqroqqa qochyapman. Bo'ri kelyapti. Bo'ri. Voy! Mana qaka, solchasanmi? Obunachilar suvni ichigacha tushyapti bu. Qanday qilib urishamanmi bular? Aptini qaranglar. Ne? Anuni qaranglar, bo'ldi, jim bo'lib qoldi. Umir. Albatta obunachilar, video yoqqanmasa like, obuna boshda esdan chiqarmanglar. 10 ming ta obunachi bo'lishimiz kerak. Albatta 7 ming ta obunachi uchun sizlarga rahmat. Bundan bag'ri videolar yanada aktiv chiqadi, yanada tez chiqadi. Bir haftada 2-3 marta chiqyapti. Har 3-4 kunda chiqyapti videolar. Albatta bunaqangi videoni sizlar oldin xohlagansizlar. Albatta sizlar bilan men bo'ldim. Men ismim Abdulboriy. Hammaga xayr. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Albatta keyingi videoga ideyalaringiz bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Albatta biz o'qiymiz kommentariyalarni. Hammaga xayr.